Menga direktdan savol yozishdi. Ya'ni siz asosan Amerika kompaniyalarini aytasiz, Yevropada ham yaxshi dividend kompaniyalari bormi? Bittasini misol keltirmoqchiman. Keling, yaxshisini uni ekranda ko'rsataman. Bu Alliance kompaniyasi, Germaniya kompaniyasi, yirik sug'urtaga asoslangan kompaniya. Bu 139 milliard dollar bozor kapitalizatsiyaga ega. Forward PE'si 11, juda yaxshi bu natijasi. 4.3 nimasi bor, dividendi bor. Keyin dividendi ham daromadining ko'p qismini tashkil qilmaydi. 59%. Bu dividend kompaniya uchun, ya'ni sug'urta kompaniyasi dividend kompaniyasi hisoblanadi. U juda ham normal holat. Current ratiosi ham yaxshi, 1.6. Demak, ularning qisqa muddatli aktivlari, qisqa muddatli qarzlarni bemalol yopib, yana 60% ortib ham qoladi. Biz hozir Excel bilan qaraydigan bo'lsak, bu oxirgi yil davomida deyarli bir xil stabil turibdi. Endi 26-yilga qarab turib, bu yerda yuqoriga o'sish bo'ladi deb hisoblab turibmiz.